Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan veb-saytimizni ko'rib chiqamiz. Birinchi backenddan boshlasak, ya'ni ma'lumot qo'shish joyidan. Mm, Bu yerda men sign up va sign in ko'rinishini o'zgartirganman. Ya'ni agar hali web-saytga sign up bo'lmagan bo'lsa, bu yerdan ro'yxatdan o'tib olish mumkin. Biz login parolimiz orqali notifikatsiyadan o'tamiz. Kirganimizda bizni to'g'ri home page'ga kirgizadi. Home page'imizda birdaniga mahsulot qo'shishimiz mumkin. Masalan, keling siz bilan iPhone 17 Pro Max'ni qo'shib ko'ramiz. Products Live Count. Bu yerda yangilik qo'shganim, bu mahsulot yangimi yo'qmi, frontendda yangi deb ko'rsatish uchun belgilashimiz mumkin. Narsani masalan 2.200.000 wonda yozsak, unda biz qilib berishimiz mumkin bo'lgan skidga diskount 120.000 deb yozaylik. Bu yerda product type'da mana shu telefon do'konida sotiladigan mahsulotlar turini kiritganman. Masalan, biz smartphone deb tanlashimiz kerak. Bu yerda brend yoki kompaniyani iPhone deb tanlaymiz. Parametri yoki o'lchamlari bo'lsa agar, bu yerdan tanlab chiqarishimiz mumkin. Descriptionga tavakkal biror nimalar yozamiz. Product image'dan kiritamiz. Masalan, iPhone 17 Pro Max rasmi va qilsak bo'lsa, kompaniyani noto'g'ri yozmagan ekanmiz. iPhone emas, bu yerga Apple mahsuloti deb berishimiz kerak edi. Endi create qilsak, create bo'ladi va birdaniga pause holatda bo'ladi. Buni biz prosesga o'tkazsak, u sotuvga chiqadi. Users qismida hech qanday deyarli o'zgarish qilmadim. Endi frontendga o'tsak ham bo'ladi. Frontend ko'rinishimiz mana bunday. Telefon magazinimizni saytini yasaganim uchun ikkita filialdagi rasmini ham qo'ydim. Bu yerda yangilik qo'shilganlarda compare qismini yangi qo'shganman. Yuz effektlarni ishlatib, keyin bu yerda kategoriyalar hozircha dinamik bo'lib turibdi. Productlarni ko'rinishini yangi kelganlar, mashhurlari va skidga bo'lganlari bo'yicha taxlash mumkin. Bu yerda magazinimizning videolari, bu yerda qisqa ma'lumotlar va kategoriyalar. Bu yerda keyinchalik blog qo'shish niyatim bo'lgani uchun hozircha blog ma'lumotlarini qo'yib qo'yganman. Bosganimizda to'g'ri blog detailga olib keladi. Ko'rganimizda mana bunday ma'lumotlar chiqadi. Endi bizda ya'ni product bo'limi mana shunday ko'rinishda. Mana boya qo'shgan mahsulotimiz eng birinchi bo'lib turibdi. Bu yerda yangiligi bo'yicha, narxi bo'yicha va necha marta ko'rilganligi bo'yicha taxlashimiz mumkin. Bundan tashqari biz ko'rishni xohlagan uslubda taxlab ko'rishimiz mumkin. List usulida yoki grid usulida, grid kattaroq usulida ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yangilik qo'shilgan, ya'ni brend kompaniya bo'yicha taxlash mumkin. Masalan, kategoriya общий hamma kategoriyani ko'rganimizda ichida Samsung mahsulotlari kerak bo'lsa, ular ko'rinadi. Apple'da bo'lsak, Apple mahsulotlari ko'rinadi. Endi bundan tashqari
mahsulotlarni ko'rinishi product detail, ya'ni product detailni product nomini bosganimizda chiqib keladi. Bu yerda yangilik rasmni mana bunday holatda ko'rish mumkinligidir. Endi bizga mahsulot ko'ngilga yoqsa, uni savatchaga olib qo'yishimiz mumkin. Bundan tashqari, related product ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda buning uchun o'sha smartfon kategoriya bo'yicha, masalan, hamma mahsulotlar tagidan ko'rinib chiqaveradi. Qo'shimcha ma'lumotlar va revyular ham bor. Undan ham boshqa yangiligimiz, mahsulotlarni solishtirish imkoni bor. Ya'ni, compare'ni bosganimizda u compare bo'limiga qo'shilib chiqadi. Keyin compare'ni bossak, mana bu yerda bir-biri bilan compare qilib beradi. Narxini, turini, balini, uni skidkasi bo'lsa, o'sha skidkasini ham ko'rsatadi. Bu mahsulotni biz olmoqchi bo'lsak, birdaniga kartga sog'oramiz. Endi kart bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda yangi qo'shilgan narsalar, umumiy bahosi skidkasini ayirib, shipping fee 50 mingdan ziyod bo'lsa agar Pekinga yuboramiz deb yozib qo'yganimiz uchun 50 minggacha bo'lgan mahsulotlarga pochta puli 5 ming won qo'shilib chiqaradi. Umumiy summani ko'rsatadi. View kartni bossak agar, kart bo'limini alohida kattaroq bemalol ko'rish mumkin bo'lgan sahifa ochiladi. Bu yerda bizga kerak bo'lgan sonni tanlab, nimani bosganimizda Profit to Checkout'ni bossak, bunga basketga o'tkazib berish kerak. Lekin login bo'lmagani uchun bizni birinchi o'tkazmaydi. O'shaning uchun login bo'limiga borib login qilishimiz kerak bo'ladi. Loginda ham yangi class morphism degan narsadan foydalanib, class ko'rinishda login qismini paydo qilganman. Masalan, login qilsak, muvaffaqiyatli bo'lsa, login successful deb Sweet Alert'dan chiqadi. Bu yerda endi biz o'zimizga kerak bo'lgan mahsulotlarni barchasini tanlab bo'lgandan keyin, hamda esa bu yerda Kobo Toast degan qismini ham qo'shganman. Mahsulotlar qo'shilib yoki ko'payib kamayganda bu yerda tost chiqadi. Endi Proceed to Checkout'ni bossak, bizga yangi order paydo bo'ladi. Bu order qismi deyarli o'zgarmagan. Bu yerda mahsulot kerak bo'lmasa cancel bo'lsa cancel bo'lib ketadi. Hokazo keyingi qismiga o'tib ketaveradi. Undan tashqari bizda Contact Us degan bo'limi bizni qanday topish mumkin haqida va bizga qanday bog'lanish mumkin imkoniyatlar kiritilgan. About Us esa bizni do'konimiz haqidagi ma'lumotlar, ba'zi bir ma'lumotlar. Xo'jayinimiz, yonimdagi birga ishlaydigan do'stim va o'zim. Bundan ham tashqari saytimiz responsiv bo'lib, mobilda ham moslashadi. Bundan ham ko'proq ma'lumotlar qo'yish niyatimiz bor. Modification'da bilimlarimizni ancha mustahkamlab oldik deb o'ylayman. Shaxsan menga modification juda ko'p narsalarni qaytadan o'rgatdi. E'tiboringiz uchun rahmat barchangizga.